braziliyalik Ronaldo esingizda bor, 98-yilgi jahon chempionatiga borgan va finalda yutqazib qo'ygandan keyin juda jiddiy jarohat oladi. Jarohatini 1,5 yil davomida davolab keyin qaytganda Italiya seriyasining muhim uchrashuvida hamma kadrlarda ko'rib turib, Italiya seriyasining tur o'yinlari to'xtab qolgan do'stlar. Bunday qarashganda boshqa o'yinlar bo'lyapti. Roma kimdir bilan o'ynayapti, Milan kimdir bilan o'ynayapti, lekin Ronaldo dunyo javhari bo'lganligi uchun, hamma yaxshi ko'rganligi uchun uning o'sha qochsimon paylari yana uzilib ketgan, yorilib ketgan. Hech qanaqa kurash bo'lmayotgan joyda oyoq bardosh bera olmagan va ketdi. 99-yildan boshlab turib 2001-yilning yarmiga davr Ronaldo yo'q. Umuman sahnada yo'qda. 2002-yil jahon chempionati bo'ladi. Shunga tayyorgarlik ko'rish asosida Interning jarima zarbalarini tepishni boshlagan. Ronaldo oldingi chiziqda o'yina olmaydi, Ronaldo yugura olmaydi. Endi o'sha jarohatini tiklab qaytgan paytlari jarima zarbalaridan gol urib o'zini eslatib oxiri mundialga baribir borgan va Janubiy Koreya hamda Yaponiyada o'tgan mundial bilasiz, aynan Ronaldo nomi bilan eslanadi. Sochini bunday qilib olgan Ronaldo bilan eslanadi. Mana shunaqa qaytishlar odamni boshqacha zavqlantirib keladi.